Dunyoda eng birinchi ishlab chiqarilgan avtomobil qaysi brendga tegishligini bilasizmi? Shak shubhasiz Mercedes-Benz. Bugungi sotuvimizdagi avtomobilimiz juda ham ideal holatdagi bo'lgan. Hozirgi kunda shunaqa rangisini topish qiyin bo'lgan Mercedes-Benz GLS 450 Fullmatic facelift avtomobili bo'ladi. Juda ham chiroyli vidga ega bo'lgan SUV oilaviy avtomobil. 2024-yil ishlab chiqarilgan va shu kungacha bor yo'g'i 9,5 km masofa bosib o'tgan. Avtomobilimizdan navratlari keladigan bo'lsak, eng top akustika, burmester, podogrev охлаждения сиденья, hattoki massajlargacha bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Ichki salonga bitta ahamiyat qo'yasizlar, полностью qop-qora kojli salondan jihozlangan. Обновленный multimedial rul, proyeksionniy head-up display, podstakaniklarimizni islatsa o'tadi. Endi bunaqa Jeep haydaganingizdan keyin yumshoq yurish uchun pnevmopodveska bo'lmasa bo'lmaydi. Hattoki pnevmopodveskalargacha mavjud, katta panoramna krisha va patologlari Alcantara. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu avtomobilimizni olasiz, mazza qilib haydab yurasiz. Qarang, 3 ta radli, 7 ta o'rindiq bilan jihozlangan. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu videoni srochno birinchi tanishingizga yuborib qo'ying. Eng birinchi ishlab chiqarilgan avtomobil qaysi brendga tegishligini bilsin. Juda ham chiroyli vidga ega bo'lgan avtomobil. Narxi keladigan bo'lsa 139.900 dollar davomida avtomobilimiz ma'qul kelgan bo'lsa pastki raqamlarga telefon qilib baraka qo'rsanglar bo'ladi.